moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Surxondaryo viloyatida kuzatilgan holatda esa Qoromuzlikni tekshirmagan holatda uy-joylarni tekshirish harakatini amalga oshirmoqdamiz. Denov shahrida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs Dushanbe shahrida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosini noqonuniy ravishda ushlab turgan. Aniqlanishicha, denovlik shaxs Dushanbe shahrida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan tanishiga 11,000 AQSh dollari bergan va garov sifatida uning sherigini Denov shahrida olib qolgan. Pullar o'z vaqtida qaytarilmaganidan so'ng mazkur Tojikiston fuqarosini tutqunlikda ushlab, turli xil qiynoqlarga solib, unga og'ir darajada tan jarohati yetkazgan. To'kilgan joylarni joyiga qaytarish uchun ishlatilgan tibbiy vosita. Hozirda denovlik zo'ravonga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Xorazm